Davom etamiz. Farg'ona viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Oltiariq tuman sudida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan kiritilgan taqdimnomalar ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, probatsiya bo'limi hisobida turuvchi munosib xulq-atvorda bo'lgan mahkumlarni jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilish masalasiga e'tibor qaratildi. Hozir shu haqda. Sud majlisida asosan avval firibgarlik, o'g'irlik va qasddan badanga yengil tan jarohati yetkazish, mayda bezorilik bilan bog'liq jinoyat sodir etgan, jazoni o'tayotgan shaxslarga nisbatan to'plangan ish hujjatlari o'rganildi. Axloq tuzatish jazosi hamda ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan 15 nafar mahkum Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Shuningdek, 2 nafar axloq tuzatish jazosi tayinlangan mahkumga ular axloq tuzatish jazosini o'tamaganligi sababli og'irroq turdagi jazoga almashtirildi. Shuningdek, yana bir nafar mahkum kasalligi, mehnatga layoqatsizligi tufayli shartli ravishda muddatidan ilgari jazodan ozod etildi. Jazodan ozod qilishga mahkumlarning O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasida belgilangan jazo muddatini o'taganligi hamda jazo turlari uchun o'rnatilgan tartib-qoida talablarini bajargan va mehnatga halol munosabatda bo'lganligi asos bo'ldi. Men oldin qilgan nojo'ya harakatlarim uchun axloq tuzatish ishlariga jalb qilingan edim. Hali oldinda 1 yil bor edi. Jazoni intizomli o'taganim uchun bugun mana men muddatidan oldin jazodan ozod etildim. Qayta bu xatoni takrorlamaslikka va'da beraman. Xalqimizga, jamiyatimizga foydamiz tegadigan inson bo'lishga harakat qilamiz. 2 nafar mahkumga nisbatan jazoni og'irrog'i bilan almashtirishga esa ularning O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 46-moddasiga asosan axloq tuzatish ishlari muddatining jami bo'lib, undan bir qismidan ko'prog'ini o'tashdan bo'yin tovlaganligi asos bo'ldi. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.